Rekordga bordim. Yana arzonchakaga bordim. Katta fermalarni ko'rsatdim. Do'stlar, yana shunaqasiga keldim. Faqat o'sha katta fermalarga chiqib borishdagi boshlang'ich etap bo'ladi-ku. 60 million, 70 millionga hech kim sigir ola olmaydi. Lekin harakat o'sha yo'lda. Assalomu alaykum, Chorva O'zbekiston do'stlar. 2026-yil 23-yanvar kuni Toshkent viloyati Yangiyo'ldamiz. Bitta do'stim bor. Shu do'stim fermasiga kelganman. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Yo'q, tuzumsiz. Zo'r, Xudoga shukr. Bularni qarang. Juma obunachilarga jumalik qilyapsiz-da, xudo Chiroyli xolasa. video qilib beraylik. Ha, yashang aka, boringizga shukr. Qaysi biridan boshlaymiz? Farqi yo'q. Bunajindanmi? Kichkinasidan kattalarga o'tamiz. Sekiziga chiqib boramiz. Ketdi. 10 ta buqacha. Qarang aka, bular kepe beda polni yeyapti. Aha. Probka beramiz buzoqlarga, o'shani yeyapti mana. Mana. Boqish tartibi. 2 mahal sut ichadi bizda. Ha. Oldida faqat ovqati uzilmaydi, turaveradi. Ha, qonni ochgandan keyin Ha, yeyveradi. aylanib o'rgili yeyveradi. Bular bo'kdim, qo'ydim, unaqa narsa yo'q. Ha, qon tuysiz yotib oladi. Ha, tegi quruq, oldida ovqati bor, 2 mahal ichsa suti bor, tamom. Maqsad o'sish. Yashang, rivojlantirish. Zo'r aka. Mana g'unajilarga bu? Ha, bu katta mollarimizga. Bo'ldi. Beda, Mamlakat somon, ko'rsataylik. seli. Bo'ldi. Etap-etap o'tiramiz aka. Siz ko'rsatib charchamang. Men Bo'ldi. so'ylab Katta video bo'ladi Ha, do'stlar. xudo xolasa aka. Nima Nima degan? degan? G'unajim bor-u, anta Har xilidan bor. Kadrdan uzoqlashishmasin aka. manzarani qarang. Xo'p, bularimiz aka kuniga keladigan bo'lsa, 10 kunlikdan, 1 haftalikdan 40 kunlikgacha imzolarimiz bor. Mana bu eng kichkinasi. Eng kichkinasi shu. Birinchi qorin g'unajin tuqqan maydaroq. Puli ham mayda, 8 million so'm. Buni ham dastlabkasi bor. Bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha. Shuni o'zini olishsa ham olib borib beraverasiz. Aka, Yashang. ikkita kursdosh bitta olmaydimi? 4 million, 4 million. Ha, joningiz sog' men bo'lsin. yetkazib beraveraman aka. 34, 63. Ha. Kunida farqi bor, narxida ham farqi bor aka. Aha. Ha. Bunimiz 10 million so'm. Buni ham dastlabkasi bor. Buqacha bu. Ha, buqacha. Bu hammasi buqachalar. Hammasi buqa, 10 ta buqa. Hayolli bizda ish yo'q. Bularning hammasi iskustuniy urug'dan tushgan. Ha, seleksiya. Onalari katta sigirlar, amerikanskiy Arta kompaniyani urug'i qo'yilgan aka. Mana jonivor. Ha, qarang. Mana kichkina yemasa, degan, ichmasa molli badani bunaqa bo'lmaydi aka. Shuntigani ham qarang. Mana Zo'r. 34, 40 63 ming. har xilidan bor aka. Eng kattamiz 12 million so'm, Mana, eng mana, kichigimiz mana. 8 million so'm. Mana shu 12 Shuni million. qarang, aka. Hozir to'ldiryapti. Nima deydi? Lapatkalab. Ha, mana. Mana aka. Chumchilarga ham sovg'alar. Mana bu kattaroq bo'lgan varianti. Do'stlar, lekin rostdan uncha smetaldan yaxshi. Ishonavering. Puli yengil. Puli yengil. Nech pul edi buni puli? 12 million. Bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha ham dastlabkasi ichida. 40 kunlik deganimiz shu. Ha. Mana bunisi sal kuni kichikroq undan. 11 million so'm. Aha. Mana, aka, hammasi etap-metap yaxshi buzoqchalar. Mana, bunisiniki 65 ekan. Do'stlar, muhimichi bularni ertaga faqat go'shtmasdan zotga ham sotasiz. Chunki hamma fermalar ko'ryapsiz. Xudo xolasa puliga pul qo'shadi. Ha, 90-95% g'unajinga hamma harakat qilyapti. Bu qancha qatta oladi? Mashla yetiladi, xudo xolasa. 34-65. Mana 57. Ha, 10,5 million, 10 million. Mana. Bunimiz 10 million so'm, narigimiz 10,5 million so'm. Baş kattalar ham tug'ilgandir bir. Mana bu ham 10,5 million so'm. Voy. Mana 61 mi quloq raqam? Baquvvatligini qarang. Muskullarni zalga boragan bolalarga o'xshab ketdi-yu mana. Mana. Aka, bunday narsa. Hamma buzoni ham narxi 8 million bo'lavermaydi, hamma buzoni ham narxi 12 million bo'lavermaydi. Baquvvatini tuzroq pul sotasiz, bundaroq pul sotasiz. Hay, shunaqa. Mana. Meniki tirikchilik. Men bularni sotib olganman. Yaxshi pulni, yaxshi narsani sotib olib kelib sotaman. Bularni qarang, uchalasini turishi kadrda. Mana, uchalasi 31 millionga ketaveradi. Uchalasi. Ha. Qulonimlar 34. Xo'p, bunisiniki 24 midi? 24 ekan bu. Ha, 24 bu. 10 million so'm bunimiz. 24. Xo'p, mana bunisi 53, 10,5 million so'm. Hammasi o'ynab turibdi jonivorlar. Mana bu 59, bu ham 10,5 million so'm. Mana aka. Ajjoningni. Hammasini tan joni sog'. Yemasa, ichmasa molli badani bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa kasal nimadir mollarni bu kanalda chiqmaydi ham. Borni aytib o'tirish kerak. Bu dargohga ham kelmaydi. Ha, bu ani chep-chep. Sigirga Qonun qo'shsa bemalol bo'ladi aka. Butulkalardan qo'shib beraman, dastlabkasini qilib beraman. Zakkalat tushirib beradi, mol yetib boradi. Shu birdan beri ochadi hozir. Ha. Yashang aka. Shundan zaklat lekin обязательно. Ha, bo'ldi. Ani borguncha qarori o'zgarib qoladi, mol borguncha yangam bilan urushib qoladi.
unaqani hodisa nimalarni eshitib zaklab tushmasa mol chiqarmaydigan bo'lib qolganmiz aka. To'g'risi. To'g'ri. Bular ham borib kelib sarson bo'ladi deb biz uy gapi ko'chaga, ko'chaning gapi uyga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aka. Bu qochalarni ko'rsatdik. Keyingi etapimiz G'unajillaga. G'unajillaga ketdi. Mana aka, dastlab kelgan mashinalarimiz tayyor. Misolda, hozir bu ham Surxondaryoga ketyapti. Sotilganlari bor-a? Ha, Surxondaryoga chiqib ketadi. Bo'ldi. G'unajillarimiz aka bular. Soniga 7 tamidi? 1 2 3 4 5 6 ta ekan. Mana sizdagi yana shiruri nechta edi? Men sigirim. Ha, 6 ta ekan. Nechtasi tug'di bugun deb. Hammasi aka, bular sutli sigirni bolalari. So'rash vazifam, jaydari mol eshudan kirmaydi. Yo, aka bunday narsa, ha. Bularning hammasini men sotib olib kelganman. Ana sigirimi bolasi bo'lsa, sigirimi bolasi mana qanaqa qilib sotaman. Hammasini sotib olganman, lekin ma'nili narsani bolalari. Ko'rsatamiz gap isboti bilan. Bo'ldi. Mana aka, har xilidan bor. Kimnidir puli kattaga yetadi, kimnidir puli kichkinaga yetadi. Mana shu g'unajinimiz 11 million so'm. Ikkita qo'chqor olib tashlagandan ko'ra, mashina olib boqqan yaxshi. Yaramas ostida. Zavodskoy to'qol tug'ilgan, bo'yi 1 metr plus, 11 million so'm. Shuni ham dastlabkasi bor. Bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha. Kelishsa 12 ta viloyatga. Qo'ydan ko'ra yaxshida yoki 1 yil boqadi, qochiradi. Bitta moli ikkita bo'ladi. To'g'ri. Usti buni. Mana ma'minimiz kattaroq aka. Buni bo'yi 1.20 plus. Narxi 19 million so'm, 57-49 quloq raqami. Bu ham katta sigirlardan tug'ilgan. Men bilan lekin otasiga, onasiga fanar yoqib turmaganman. Ha, yashayapti. Mana orqalari to'rtburchak, ostlari ham zo'r. Har taraflama figuralari kelgan. Ha, mana aka. Shu katta sutli sigirlar. Mana jonivor. Anaqalari bor. Sto'klarni ham qarang. To'qolga o'xshab ham shu anaqasi ham bor, tuxumi ham bor, kichkina shoxi ham bor. Molli bori shu. Mana rossiyskilar aka. Bular Rossiyadan kelmagan, rossiyskisi bo'lib kelgan ekan deb o'ylashmas, onalari kelgan bular. O'shalardan tug'ilgan. Ha, ona qonida kelgan. Ha, mana orqalari ham vobshe dahshat aka, to'rtburchak. Buqa bichim bo'yatibdi g'unaji. Mana. Uzunligi ham zo'r, korsi ham zo'r. 19 million so'm. O'zi g'unajin otganda nimasiga e'tibor berish kerak? Uzunligiga, figurasiga, ostiga. Misolcha tog'angizdan olasizmi, amakingizdan olasizmi? Bilasiz, onasi 20 ta bergan, onasi 50 ta bergan. Shunaqa. Mana quloq raqami 62. Kalla ham shunday. Narxi 16 million so'm. Bo'yi 1.15 lami shunaqa, ostlari ham zo'r buni. Mana ostlari qarang. Mana aka. Voy, bo'g'iz qochgan g'unajinni yegan-a? Bular aka bunday narsa olib kelaman. Misolchi men ham sotib olaman. Misolchi nima deydi? Sotilmasa o'zimizda katta bo'lib qochib yo'q bo'laveradi. Ani voy palonchagamga sotaman deb mol olish yo'q. Mana gibrid g'unaji. Narxi 22 million so'm. Turishini qarang aka. Mahliyo qilib qo'yadi, panda. Panda bu. Ana ko'rdingizmi? Nomi bor. Panda desa qarayapti aka. Do'stlar, so'zga e'tibor beringlar. Misol uchun hammasini olib kelaman deyaptilar. Bugun sotilmay qolsa yoki ertaga farqi yo'q. Sigir bo'lib qolib ketsa ham men yutqizmayman deyaptilar. Sababki ertani o'ylab olingan g'unajinlar. Turini qarang, forma bichim zo'r. Xudo xolasa 3-4 oy tursa qochadi. 20 nech pul edi? 22 million so'm. Bo'yi 1.30 ga ozgina yetmadi. 1.28 mi, 1.27 mi shunaqa. Ostlari zo'r. Hozirgi bitta jaydar sigir bilan barobar ekanda bo'yi. Aka, lekin ertaga bola bo'laydi. 1 yilda nech pul yeydi? Mayli 1 milliondan yesa 12 million yeydi. Lekin ertaga tug'sa 50 millionga ushlatmaydi. Shunaqa. Men turgur siz ham bermaysiz buni. Qo'p olib aytgandim, misol oyiga 1 milliondan pulga pul qo'shsa yaxshi-yu. Hali inflyatsiya bor. Ha. Hozirgi narx-navoga o'rtacha sigir 50 million so'm. Ha, yaxshisini olaman, uzoq foydalanaman. Ha, birinchi qorin yaxshi pul bo'ladi baribir. Shunaqa. Mana orqasi o'zidan baland, sifati ham zo'r. Sarilari ham baland. Ha. Bitta g'unajin 5 yulduzli g'unajinga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Ha, ostini qarang buni. Mana zapaslari ham zo'r. Mana jonivor, ha qarang. Tepadan boshlaydi. Xudo xolasa chotidan chiqib ketirgan bo'lib yelilab bersa, olganidan baraka topsin. Mana pul nech pul edi? Xo'p, bunimiz 14 million so'm. Kami bor. Albatta kami bor. Biz aytib turamiz. Savdo qilib urishadi. Bo'ldi, yashang aka. Bu yoq qanaqa endi? Xo'p, bu yoq men buzoqlarimizni boqishiga dejurka sigirimiz. Bu sotilmaydi bu. Daryoda bir simentalimiz bor, bir buqamiz bor. G'unajinimiz bor, bir buqamiz bor deganim. Bu sotilgan aka bu mol. Buni nech pulga berardingiz? Buni 23.5 gami shunaqaga berildi bu. Qochmagan-a? Qochmagan bu. Lekin bo'yboslar suyli o'kuz. Buzoq narsa hali, tish ham yormagan. Voy, gap yo'q. Mana Turg'izing bilani, joning sog' bo'lgunlarni.
Mana jonivor. Mana orqaga qarang 1 metr. Mana. Mana shunaqani tug'ib beradiganidan mana. Xudo xolasa. Ha, oka. Mana buni ham orqasi 1 metr. Mana jonivor. Bu bo'g'oz mo'g'nachim? Ha, bu 5 oy, 5 oydan o'tib qoldi, oka. Aniq tekshirgansiz-a? Uzuylarigacha bor, keladi, baraka qiladi. Doktor ham meni hisobimdan, misol uchun. Tekshirib olishga. Tekshirib olishga. Lekin mana fermani ko'rki bo'lib turgan ekanda, bu yerga qarang. Buni ham oka, misol sifati nimasi zo'r. Yemasa ichmasa mol badani bunaqa bo'lmaydi. G'unajilligi ham sakrab turibdi. Endi qo'ni qo'shni mahalla kuy olib chiqadi, qo'yib beradi. Uyaltirmaydi, xudo xolasa. Ha, sakrayapti, ha. Mana mol. Yosh qandoq buni? Bu tish buzdi oka yaqinda. 2 kuray. Ha, 2 kuray. Mana, ana, oka. Qanchada buzadi tishi? 18 oyda. Iliklari ham baquvvat oka. Umuman bironta joyida bir ayb nuqson defekti yo'q. Uje g'unaji sezonga kirib Ha, shunga turibdi oka, bu o'zimiz qo'shmoqchimiz buni. Lekin ish qilyapsiz, sotamiz. Ha. Maqsad tirikchilik. Ha, shunaqa oka. Hozir sotib foyda qiladimi? Mana. Narxi 60 million so'm kelishtirib qilib beramiz. Tarozga ham bera olasizmi? Oka, buni men tortib ko'rmaganman. Tortgan bo'lganimda kilosi panosimdan qimmat bo'lsa yetib oladi. Lekin sotib olganman o'zim buni. Yashang aka. Mana, bu g'unaji anchadan bir turibdi o'zimizda. Bu zemlak mahallangizdan kelgan. Aytana. Ama gap qo'yinglar. Yovvosh. Mana. Bu hali tish yormadi, uzoq narsa. Hali ham biz ochishda. Hali ham biz ochishdi. Lekin qo'yil shu jasad, shu esga hali o'xot kuchli bo'lgan ekan-da. Yungi ham qarang, qo'ng'iridan oka, jingaligidan so'rashadi-yu. Salondan chiqib kelgan qo'ng'irlarga o'xshab. Kimgadir atirgul yoqadi, kimgadir rayhon. Shoxi kuydirilmagan bitta variant. Lekin ana Rossiyadan kelib qo'ygan, Antdan kelib qo'ygan, Antdan kelib qo'ygan emas. Ular bir turtib o'tib ketadi-yu. Ha, mol eniga ham, yo'g'onligiga ham, bichim, forma. Haqiqatdan ham. Bu ham 60 million so'm oka, yana kami bor. Kelasi 120 kami bor ekanda bir joyga. Kelasini bir joyda olsa 115 ga O'zbekiston bo'ylab qilib berib yuboraman men, oka. Mana, bir joyda olsa. Erta tug'ilgan bolasi ham buni 10 millionlik bola bo'lmaydi, xudo xolasa, oka. Esalomon tug'ilib olsin. To'g'risi-da, ana nima deydi? Lekin mol zo'r dam badani zo'r, xudo xolasa. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa, yashang. Anlachi yangi egalarini kutyaptimi ular? Ha, ular hozir ortiladi ular. Zo'r. Mana bu sigirimiz, oka, mana shu ham zo'r sut beradi. Qarasa, mehr bersa. Tur. Lekin bunaqa yo tursa kinoni ko'rib. Tur jonivor. Voy, bu jonivor ham. Tur oqa, voy, zo'yka. Tur. Charchab qoldilarmi? Og'zida bir dona ham tish yo'q. Mana sigir. Qari sigirmi shunda? Ha? Yosh katta sigir. Tish bosdi degan sigir. Mana. Ha, deb zo'rini ko'rsatmay oka. O'qut yaxshi bo'lsa ishlayverar ekan-da. Albatta oka. Kelin bo'lsa ham. Gap mehrda. Gap mehrda. Mana do'sti bitta ham tishi yo'q. Birov bilan ishi ham yo'q. Shunaqa xudo biladi nechta to'qtash ekan. Ha, oka. Lekin yaxshi bo'lganki yechab kelgan. Boqyapmiz, mehnatini qilyapmiz, sutini olyapmiz. Qancha sog'yapsiz mana shundan? Ha? Qancha sog'yapsiz? 10 litrlikda 3 ta, 5 litrlikda 6 ta. 5 litrlikda 6 ta, 5 litrlikda 6 ta. 30 litrmi? Ha? Voy, gap yo'q. Xullas, bu mana g'unajinimiz bor. Mana shu g'unajin berishiga tishini aloqasi yo'q ekan. Ya endi berish kerak. Beryapmiz, ha. Yediryapmiz, ichiryapmiz, beryapmiz. Voy, mana bular bekib olganini qarang. Tillaga tenglari. Bularimiz sotilgan oka. Sementallar? Sementallar sotildi bular. Surxondaryoga ketdi. O, Surxondaryoda og'alarim. Surxondaryoga ketgan. Mana bu buqamiz ham Surxondaryoga ketgan. Mana bu o'sha katta sigirning bolasi, oka. Mana bolani ham berib qo'ygan, ha. Mana, gibrid. Mana. Ko'rasizmi? Mana kichkinani qarang. Ha, buni sotilgan bu ham? Ha, bu sotilgan. Bu ham sotilgan. Mana bular sotiladi. Mana bu 11 million so'm. Rossiyskiy g'unajinning bolasi. Ostlari ham zo'r. Ostlari ham vashga borgan, oka buni. Mana shunaqalarni anu hech kim bundoq deb mensimaydi-yu, oka. Mana shunaqalardan chiqadi, xudo xolasa. Ha, kichkinadir. Ha. Bu 11 million so'm. Mana bunimiz 14 million so'm. Sementalga shved gibridmi shunaqa? Ha, gibrid bo'lib tug'ilgan oka bu. Yashang oka. Ha, keldan ular. Ular qayerga tushdi? Surxondaryoga, oka. Ha, mana ham bular hammasi bitta transport o'tibdi. 4tasi bitta, bittasi bitta bo'lgan.
Bularni qarang. Jib tur. Zo'r ham. Mana aka. Men parodani bo'lmaydi deyshadimi? O'sha anu chiqarganimiz kattaroq variant. Mana orqalarini qarang. Yosh qandoshim 3 oy bormi? 4 oyga borib qolgan. Bo'lmaydi bu yo'q deyshadi-yu. Hali ani kichkinalar 4 oylik bo'lguncha nechi pul bo'lib ketadi bular? Ha, xudo xolasa. Zo'r aka. Kelavurishsan aka. Turishni taniydi-da, mehr bergan odamni taniydi shunday. Zo'r ham aka. Voy jonivorlar, bo'ldi endi. Mana. Hayt. Do'stlar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Chorvoga qo'rqmay qo'l urursan aka. Yashang aka. Ketdi endi bu yoqdan ham ko'rsatib o'taylik aka. Qaysi biri edi? Bularni o'z holiga qo'yinglar. Men mayda buzoqlarni ko'rsatib o'taylik. Bular chiptot. Chiqmaydi aka, o'rgatilgan hammasi. Nazoratim ostida deydimi? Bular qarang, uyda kepi. Zo'r. Mana, g'unajillaga mana bunaqa beryapmiz aka. Selyos, ichida somoni bor, bedasi bor. Qorib qo'yganmiz, somoni ham yumshab turadi, selyosda namin tortib. Qurib qolmaydi g'unajina. Qurib qolmaydi. Maza qilib boqyapmiz. Mana shunaqa sochli bo'lib. Mana oldida ovqati turaveradi. Bu kechga borib tozalanadi. Yana yengi solinadi. Ustidan kepagi, kunjarasi, hamma qo'shimcha vitamin. Agar bunga imkoniyati yo'q, qo'shnidan chiqqan po'choqga kebesi bersa ham. Aka, g'unajin o'zgaraveradi. Bo'g'oz bo'lgandan keyin ayniqsa 2 barobar ketaveradi. Yashang aka. Buqaga o'xshab urishib, tortishib, bunaqa narsa yo'q. Mana. Zo'r. Mana qorin to'q dam olib yotibdi. Kimdir oladi, ebla oladi, sotgan odam duo qiladi, kimdir olib ebla olmaydi, keyin sotgan odamni so'kadi, to'g'risi. Kimdir olib baraka topyapti, kimdir olib ebla olmayapti. Borgandan keyin 3 kun zo'r qaraydi, luboy odam. 3 kundan keyin jiyanga bitta kuydirgi navaraga tashab qo'yiladi, qo'pol qilib aytganda. Rasuvo qiladi keyin u. Ha, keyin molni rasuvo qiladi. Keyin kim yomon? Mol sotgan odam yomon. Shunaqa. Mana. Birinchi blogerga ham tekqizib o'tib ketishadi. Oldin olgan odam qarasin aka. Oldin molni ko'zini to'yg'izish kerak. Yemantda zapas tursa molni ko'zi to'yadi. Mana. Do'stlar, bir dunyo ma'lumot xudo xolasa. Kimdir chorvani yangi boshlayotgandir, yana nimadir. Hammaga foydali video qildik xudo xolasa. Kevrasida Toshkent viloyati Yangiyo'lda amaki fermalardan sayohat qildik do'stlar. Video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Opisiyanada nomerlar qoldiriladi, telefon qilinglar, savdo qilinglar. Yil 12 oy 7 to'g'rimi? Albatta aka, sutli buzoq kimnidir sigir erta tug'ib qo'yadi, kimnikidir sog'ishga erinishadi. Luboy vrema buzoq bo'ladi aka, qilib beramiz. 1 kun yarim kun nari bersa, lekin favqulodda luboy vrema buzoqchalar bor. Yashang aka. Musofirliklar eson-omon yorug'ingiz bilan vatanga olinglar. Do'stlar, niyat qildim deganlar, eng kamida mana shunaqa chiroyli qo'lingizda etek tomoni bo'ladi-yu. Ana shu joyga mana shunaqa chiroyli dargoh qilib olishni Alloh nasib qildirsin iloyim. Juma kuni turibmiz-a. Film tugadi.